Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri Avlatla torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriye Rahman. Bugün men Şivsariyanın Vali rayonidagi Verkoran degan tağlıq kentde. Hava şundaq yaxshi, şuna sırtqa chiqib, sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Aldı bilen her biringlarning Qurban hayitini yaxshi o'tkazgan bo'lishinglarni chin dilimdan tilayman. Shaxsan men nahaytim yaxshi, unutulmaz, ahamiyatli bo'lgan bir Qurban hayitini o'tkazdim. Afsus qizim yanimda bo'lmay qoldi. Bu qitimli Qurban hayitini men İstanbulda 40 yillik qarinas do'stim, sirdishim, savaqdishimning uyida ailesidagilar bilan billa, do'st birodarlari bilan billa shundaq ko'ngillik yaxshi o'tkazdim. Shukr Alloh. Özür tilayman, chunki kitap o'qish munbirimizga izchil diqqat berib kelayotgan, har haftada bir qitim bo'lsa-mu munbarda o'qilgan asarlarni anglashga taqozo bo'layotgan mushtarilarimiz uchun o'tgan hafta asar o'qib beramidim, chunki shundaq qattiq yutilib eski ağrıp ketdim. Xo'sh, bugün qo'limda Abduqodir Jaloliddinning Yüzimiz, Özimiz ve Ko'zimiz nomli maqolalar to'plami. Askartib o'tgim kelyapti. Abduqodir Jaloliddinga qiziqib kelayotgan qarindoshlar bilasizlar, bu yil dangliq yozuvchimiz, shoirimiz Abduqodir Jaloliddinning 60 yoshga to'lgan xotira yili. Abduqodir Jaloliddin 1964-yili 3-ayning 11-kuni Qashqarning Bashkeram yezisida bir o'lima oilasida dunyoga kelgan. Qashqar Pedagogika institutining Uyg'ur tili va Uyg'ur adabiyoti kasbida o'qigan. Keyin Urumchiga kelib, ilgari keyin bo'lib tajriba o'tir maktabda, Muarif institutida va Pedagogika institutida o'qituvchi bo'lgan. Men Abduqodir Jaloliddinni 1998-yili oliy maktabda inglizcha o'rganganda to'g'nagan. Ya'ni ikkimiz bir sinfda bir yil inglizcha o'rgangan. Bu sinf chet elga o'qishga chiqariladigan o'quvchilarning sinfida o'qishmagan maktablardan kelgan munavvar o'qituvchilar yig'ilgan. Men faqat bir men nashriyatdan kelgandim. Şuna o çağlarda men Abduqodir Jaloliddinni nəhayət münəvvər o'qituvchi, shu sabablik chet elga hukumat tarafdan o'qishga chiqarildi ekan deb bilgan. Keyin Yalqin Ro'za orqali Abduqodir Jaloliddinning nəhayət dangliq yozuvchi, shoir ekanligini bildim. Ondan başqa yana ularning birlikda yurt-yurtlarga berib, leksiyalarni so'zlab, hatto ishkiri o'lkalarga berib, shu yerdagi Uyg'ur o'quvchilarga leksiyalarni so'zlab, qilganliklarini anglab, to'liq faxrlangandim. Mana bir necha yildan beri kitap o'qish munbirimiz qurilgandan buyon Abduqodir Jaloliddinning asarlarini sizlarga izchil o'qib beryapman. Muşu Yüzimiz, Özimiz ve Ko'zimiz degan kitapning ichidan asarlarni asosan o'qib berib bo'ptiman. Masalan, biraz bir eski elib o'tib ketsak, bu kitapdan mundarijida bir necha bo'lim bor. Abjash xotirlar, muhokama va taqrizlar, nutqlardan tarmilar deganga o'xshash. Undan boshqa yana tarjima asarlar qatorliqlar. Bularning ichidan sizlarga o'qib berganlarimni bir eski elib o'tayli. Biri Tanho haqiqat va ko'pik shon sharaf. Andin Qashqar ay tavarruk shahar. Andin Narkoz yaproqlari. Qish bilan yoz orliqida. Abdushukur Muhammad Emin tadqiqotiga doir metodologiyalik masalalar. Til adabiyot darsimizda nimalar kam? Nasab, familiya, salohiyat.
ayollar ve bosuğa, cemiyet ve aile medeniyeti, yüzümüz, özümüz ve közümüz. Özüm her cayda men, könglim sendedir. Qatarlıq əsərlərini oxub bədi. Əlbəttə, bunundan keyinmi Abdülqadir Jaloliddinning əsərlərini munbirimizdə davamlıq oxub turamiz. Bugün hozirlarga sunmoqchi bo'lganim tarixdan qutulish uchun degan temadagi Zordun Sabir akaning Ana yurt trilogiyasini o'qib degan maqolasini o'qib beraman. Xo'sh. Zordun Sabir akaning Ana yurt trilogiyasini o'qib bo'lib, nima uchundir uzoq xiyol surishga majbur bo'ldim. Buni hargizmi kishiga yengillik va ozodalik akiladigan xiyol degili bo'lmaydi. Balki u tarixning qattiq to'lg'oqlari, ochiq saboqlari, uch cheki yo'q nadomatlari bilan qo'shilib ketgan vijdon muhokamasi edi. Shu chaqda muallifning o'zi bilan rosa mungdashqim keldi. Afsus, u aramizdan ketib qolgan. Ömrünün oxirgi mezgilida tarix tepishmoqlariga oshiq bo'lib qolgan Zordun Sabir aka Yeziq shirasining oldidagi uzun musofilik istiqomatlarida hal qilolmagan tepishmoqlarga haqiqiy javob tepish uchun tarixni qon bilan yaratquchi shohidlarning qishig'iga ketgan edi. Darvaqa, tarix ba'zida arvoqqa o'xshaydi. Onun kishilarni o'ziga tortib tura olishidagi sabab shuki, bu arvoh tiriklarning orzu uchun bo'lgan kurashlari va intilishlaridan oziq oladi. Tiriklar o'zlarining hayotlik ko'rishiga bo'lgan sezikligini bilishganlarida, shundaqla orzu chambarlarini erkin kengaytirishga mumkinlik topolmaganlarida ajdodlarini yodiga oladi. O'tmish ularning faoliyat makoniga aylanadi. Kishilar tabiiy holda burun o'tgan azimatlarni o'zlarining bugungi boshlab keladi. Kishilar tabiiy holda burun o'tgan azimatlarni o'zlarining buguniga boshlab keladi va ular bilan bir ruh, bir tan bo'ladi. Allah burun o'tib ketgan davrlar ham shu davrlarning qahramonlari hozirgi tiriklarning qini bilan harakatga keladi. Bugungilarning qini o'tmishdagilarning tomurlarida o'rkash yasaydi. Agar bugungilarning qini haroratlik, jangovar qon bo'lsa, ajdodlarning arvohi shuncha juloliq kuch sifatida kelajakning sarmoyasiga aylanadi. Agar bugungilarning qini sovigan, sus shalg'utgan bo'lsa, ajdodlarning arvohi qo'ringan holda bugungilarni tashlab qochadi. Chunki tarix tushunganlar uchun aytganda bir ruhdirki, uningmi tiriklarni jazolash yoki mukofotlash qudrati bo'ladi. O'tmish shohidlari hamon o'zining qobil ham qudratlik avlodlarining qadamiga madadkor bo'ladi. Ular bu orqali kelgusi tarixning energiya manbasiga aylanadi. Jangchilarga xos jasorati bo'lmagan lamzalla, rolchi, bahodir azimatlarning qo'rqinchli jangohlaridagi rolini olganda ahvol qanday bo'ladi? Meningcha, heliqi bahodir azimatlarning o'zimi lamzallik darajasiga tushib qoladi. Shunga ilgirlash ma'nosidan aytganda, tarixiy siymolar hamon texmo jushqun varislarning mardona qadamida o'z aksini topadi. Qon bilan yozilgan tarix bo'lmasa, siyoh bilan yozilgan tarix put terab tura olmaydi. Agar tarixning siyoh bilan yozilgan qismiga halol e'tiqod bilan yurak qiyni qo'shilsa, bu oxir hayotiy kuchga to'lgan tarixiy ruh bo'lib shakllanadi. Zordun Sabir aka Ana yurtni qo'limizga topshirib uzab ketganda, uning o'zimi mazkur tarixiy romanning shuhrati bilan
bağlangan halda yarqın bir tarihi şəxsga aylanıb ketdi. Əmdi biz bu akimizni onun qaldırıb ketken əsərləridən, şundaqla zamandaşları xatirəsidən izləşke məcbur bolumuz. O özünün yüksek bir arzunun igisiga mas haldaki şicaatlik yazğıcı ekanligini əmdi isbatladı. Şu tapda mən onun tiriklikdə qaldırgan bəzi təsiratlarını esimge elib turibdiman. Bilişimçe Zordun Sabir akıdak köp kitap körüdigan, özüdün həmişə qanaat tapmaydigan yazğıcı aramızda anç köp emas. Bizde birer parça eserini elan qilib bulup, ammadın yaxşı inkas kütüp təsirat marab yürüdigan, bir neç parça eserinin şöhrəti bilen ictimai dərəcə və məişət izləydigan ədəblərimi az emas. Zordun Sabir aka özünün qançalik iş qılğanlığını normal rəvişdə düşünətdi. Özünü fəvqəladə talantının ro'yxetiga tizib ketməydi. O özünü mən bir yazğıcı, özümde var qabiliyetini imkan kadar toluq işqi salsamlı boldi deb qaraydı. Bolupmu o yazğıcı qandaq bolmusun köprək mahsulat yartışı kerak deb təşəbbüs qılatdı. Akımızның Uyg'urlardımı tinch don bo'lishi kerak degan so'zi hozirmi aniq esimda. Tinch don daryosi bo'yidagi Kazaklarının boran çapqınlıq, uruş yıllardaki içinişlik bedellerini acayip çin təsvirləb, Abdur'un bütkül Kazaklarının hareketi, arzusu ve əsirti bilen soğurulgan jürikini millet derecesiga götürgen idi. Sap milli turmuş, nazuk təsvir, Abdur'un koyuq şəxsiyeti güpüldəp turab turduğan cümlelerden asıl bolgan bütkül eser, daval qo'p turgan bir dengizdir ki, onun da Kazaklarının mevcutluğuna aylangan, özüdün gayet zor derecede alqıp ketken Mikhail Sholoxov üzüp yürüdü. Tinch-donның o'tirg'a chiqishi siyosiy suiqasd va terrorlik bilan qaplangan Stalinizm davridagi bir inqilob bo'lgan edi. Agarda Sholoxovda qo'rqmas yurak bo'lmaganida, u o'zidagi katta istidatqa tayinish bilanla bugungi hayvatlik Sholoxovga aylanolmagan bo'ladi. Agar yozuvchi shijoatlik bo'lmasa, ish tamam, deydi sobiq Sovetlar ittifoqi yozuvchisi Yuriy Kazakov. U qanchalik talantli bo'lsa-mu, baribir foydasi yo'q. Iqtidori uni saqlab qola olmaydi. Agar yozuvchi shijoatlik bo'lmasa, ish tamam. U qanchalik talantli bo'lsa-mu, baribir foydasi yo'q. Iqtidori uni saqlab qola olmaydi. Tema e'tiboridan aytganda, Ana yurt trilogiyasi bizning Tinch-don. Balki o'zimizning tarixi, o'zimizning gangrashlari, o'zimizning kurashlari sab o'z tilimizda aks etganligi sababli Ana yurt romani biz uchun Tinch-dondanmi qimmatli. Ehtimal ba'zilar Ana yurt romanining badiiy pallisini Tinch-donga yetmaydi deb qaraydigandu. Meningcha dunyo adabiyotidagi o'rnini nuqul holda badiiy natijalarning o'zi orqali izohlash mas'uliyatsizlik bo'ladi. Bir millat o'zining milliy xarakteri va estetik qatlamini adabiyot san'at orqali ko'rsata olasimi? Lekin bu hargizmi milliy qadriyatni namoyon qilish bilan barobar emas. Milliy qadriyat adabiyot san'atda aks etadigan, ammo adabiyot san'atdan halqagan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalarda ishga oshadigan bir jarayon. Qani, kim Chingiz Aymutovning dunyo adabiyotidagi o'rnini siyosiy va harbiy kuch ustunligida davr surgan rus millatining til yeziqidan ayirib qaraya oladi? Aytmatov
Qırğız xalqining farzandi sifatida o'z ona tili bilan xalqiga yuzlandi. Rus tili bilan dunyoga yuzlandi. U o'z xalqining sarguzashtisi va istaklarini jakarlaydigan hamrohni rus tilining raketasi orqali olam bo'shligiga chiqardi. Til almashtirish vositasi bo'lish bilan cheklanmaydi. U yana o'z navbatida bir millatning o'ylash, fikr qilish, tabiat bilan aloqa qilish, sintezlash shakli. Shundaqla shu millat ishlab chiqarish shaklining kristali. Demak, til bir millatning ong formasi. Aytmatov rus tilida asar yozdigan qirg'iz adab sifatida rus madaniyatining kayfiyatini o'zida tipik namoyon qildi. Adabiyot bir millatning ijtimoiy o'rnini tasvirlab bera oladi, lekin bekitib bera olmaydi. Ma'lumki, ma'lum bir adabiy asarning dunyoviy o'rni shu asarni yaratgan xalqning dunyoviy o'rnidan derak bermaydi. Balki bir millatning dunyoviy o'rni shu millat adabiyotining dunyoviy o'rnini bekitadi. Biz ana yurtni o'lchaydigan o'lchamni tinch dondan izlamaymiz, balki ana yurtning o'zidan izlaymiz. Yurt, vatan tushanchalari noqul territoriyalik uqum emas. Vatan demak muayyan makon zamonni birlik qilgan xalq ruhidir. O'z ruhidan mustasno holda bir qavm xalq sifatida mavjud bo'la olmaydi. Demak, xalq degan uzoq tarixiy izchillikqa ega ruhning ijtimoiy gavdasi. Shundoq ekan, xalqdan va xalq ruhidan mustasno holdagi territoriya ana shu xalqqa tava mukammal vatan bo'la olmaydi. Ana yurtning mazmun va badiiy o'lchamlari dal mushu asarda tasvirlangan xalqning taqdiri, xulqi, dunyo qarashi hamda ojizligidan ishlab chiqariladi. Ideologiya sohasiga yotadigan bundoq butun mehnat bizda texi ro'yobga chiqmadi. Lekin biz qadamimizni o'z chiqish yo'limizga qarab otqizib beramiz. Bizni to'liq qanoatlantiradigan natijalar ashu tinimsizlikning pishqan bir nuqtasida chiroy ochadi. Biz qachonda o'zimizni ham o'zgalarni o'lchaydigan mustaqil qimmat o'lchimimizni zamonga loyiq holda qurib chiqa olaydi ekanmiz, shu chaqdan boshlab o'zimizni o'z ichiga olgan insoniyatning barliq ruhiy va moddiy boyligi halol ham bemalol ravishda bizga mansub bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, Zo'rdun Sabir akaning tragediyalik tarix aslimisidagi gangirashlar takror yuz berdi. Ana yurtni o'qib bo'lgandan keyin kishi tabiiy holda Abdurim O'tkir akaning iz uyg'ongan zimin romanlarini aslab qoladi. Tarixning ma'lum bir davridagi vaqa yana bir davrda yuz bergan vaqa bilan bog'lanib ketadi. Shundaqla bir yerda yuz bergan vaqa boshqa bir yerda yuz bergan vaqaning sababi bo'lib chiqadi. Mana bu shundaq sabablar yurt degan uqumga markazlashgan hayvatlik bir butun tarixning faoliyatchan obrazini vujudga chiqaradi. Biz Abdurim O'tkir akaning romanlaridan Tömür Xalifa, Xo'janiyaz Hoji qatorliq inqilob rahbarlarining o'xshash mohiyatdagi fojiasini ko'ramiz. O'tkir aka Uyg'ongan zimin romanini tamomlaganda inqilobning keyingi qismlarini kelgusidagi avlodlarning yozishiga topshirdiganligini aytadi. Vaholanki ancha uzoq o'tmayla ana shu inqiloblarning badiiy aynigi bo'lgan ana yurtni o'qib tarix haqidagi murakkab o'ylarga giribdor bo'lib turibdimiz. Tema izchilligi nuqtasidan aytganda ana yurt bir tarixiy roman sifatida uyg'ongan zaminning davomidir. Zo'rdun Sabir akaning ana yurt trilogiyasining bayon stili rus prozlarining ta'siriga xeyli ro'shan yo'liqqan bo'lib, tabiat va urush haqidagi tasvirlar salmoq, vazmin tus olgan. Milliy armiya qismlarining Shexo, Jing qatorliq joylarni Gomindan qismlarining qo'lidan tortib olish jarayonidagi urushi
ko'z oldimizda hayvat surlik qiyofati namoyon bo'ladi. Urush tangsizligining buruq turma havosida shalvarigan jarohat. Ba'zida bu jarohatdan tatuq ve ba'zida jonga berib tarqiladigan zardab qoladi. Urush tangsizlikning rahimsiz tapinidan qutulish uchun tavakkul qilgan kishilarga qanchalik ig'ir oqibatlarni akalbisin, ular uchun bu ko'p holda oxirgi tanlash bo'lib qoladi. Saxta tinchlik ostiga ko'milgan haqoratdan urush o'tlari baribir önib chiqadi. Xo'rlanganlarning ochiq qismatlariga yoshiringan haqiqatni izlashdan lazzat topadigan shijoatlik yozuvchi uchun aytganda, urushmu bir san'atga aylanadi. Chunki urushmu o'z navbatida ko'p narsani yangi boshdan yaratishga qodir. Lev Tolstoy, Mikhail Sholoxov, Hemingwaylarning asarlari ana ashundaq hayvatlik urush manzarasini tasvirlash bilan diqqatga sazodir. Uyg'ur xalq eg'iz adabiyotida jangnomalar xeli ko'p salmoqni egallaydi. Bu ashu xil temadagi yozma adabiyotimiz uchun qimmatlik tajribalarni hozirlagan. Ana yurtdagi urush temasi bizda unutilib ketay degan jangnoma adabiyotining zamonaviy varianti bo'lib hisoblanadi. Urush ba'zida cho'ng bir tarixiy ko'chishning belgisi bo'lib qoladi. Umuman u kishilar o'ylab baxmagan holdagi ijobiy yoki salbiy vaziyatni paydo qiladi. Zordun Sabir akaning qalami ostidagi urush manzarasi Abdur qalbidagi botirlik, tavakkulchilik, fidokorlik kabi hayvat xarakteridan keladigan go'zallikka bo'lgan seg'inishini izhorlab beradi. Romandagi G'ani Batur hech qanday ijtimoiy nizom va iskanchidan tap tortmaydigan qaram kishi bo'lish bilan billa muhabbat nafrati aniq, sodda, tuz. Uning boturligi bir qarsa to'mtoqlikqa ega. Neri beri ishlarni ancha o'ylab o'ltirmaydi. Yana bir qarsa nihoyat inchika. U o'zining boturlik tabiati ko'tara olmaydigan tangsizliklarni va qazoyi qadarlarni ko'rsa ko'ziga osonla yosh oladi. Ma qazoyi qadar degan so'zning ma'nosini men bilmaydi ekanman, to'q izlab baqsam, boshqa kelgan balo qazo, peshkanlik, kelishmasliklar degan ma'noni bildirdi ekan. Qazoyi qadar. Davomlashtiraylik. U yana xalqining g'ururiga berib taqiladigan cho'ng ishlarda sezgirlikini yo'qotmaydi. G'ani Batur vijdon yo'lidagi jangchi, shundaqla xotinparast. Bu jismoniy kuch temib turadigan baturlarda ko'p ko'riladigan xuluq dialektikasi. Acaba sayraydık mı makuş? Abdur G'ani Baturni hamma fazilatni o'z ichiga olgan, odamiylikdan yiroq bo'lgan sun'iy avrishkiga aylantirib qo'ymagan. Meningcha G'ani Baturning qiziqqan, qaysar, ishqiboz xarakteri uning vujudidagi hayotiy kuchini samimiy, chin ravishda yorqinlashtirgan. Shuni izohlab qo'yish kerakki, G'ani Baturdagi xotinparastlik hargizmi hozirgi davrdagi e'tiqodsizlarcha suyuqlik emas. Uning bu xil turmushi ayni davr kishilariga mos holda hayolik va intizomlik edi. Zordun Sabir aka tabiatning arkisi va shu chog'dagi jamoat
axloqining nodir asari bo'lgan G'ani Botir uchun ajratgan sahifalarida bir yozuvchiga xos zo'qmanligini ro'shan gavlandirdi. U go'yo Botirning qo'rqmas xarakteri va xotinparastligiga yo'g'rilib ketgandek ta'sirot berdi. Yozuvchining so'ydig'ini inson, hargizmi insonning darajasi va tabiqisi emas. Yozuvchi o'zi mastona bo'lgan go'zallikni, ishonch va e'tiqodni, oliy nishonni, hatto Xudoga bo'lgan iltijosini insondan bayqaydi. Shuning uchun yozuvchiga nisbatan aytganda, uning asarlaridagi obrazlarning hammasi so'yimlik. Zordun Sabir aka Shingsaydak jallatlardan aqida jihatdan nafratlanadi. Lekin uning o'z qavmining yiroq manfaatiga sodiq taraflarini yo'shirmay ko'rsatdi. Tarixiy shaxslarning saboqlariga jiddiy qaraydigan o'qirmanlari uchun buning o'zimi bir ibrat. Romandagi Sulaymanov tipik salbiy tus olgan. Lekin avtorning pozitsiyasida uni inson sifatida aqlab tushunishmi mavjud. Demak, yozuvchi mayli so'yimlik bo'lsin yoki yerginishlik bo'lsin, o'zining har bir personajini inson sifatida tushunmaganda adabiyotning chinligi zaiflashishga boshlaydi. Biraz su içib olay. Ana yurt romanını tehi okumağan qeyrindaşlar olsun, çoxum oqunlacımı. Davamlaştıray. Zordun Sabir aka özünün hayat haqqidagi qimmat qarashini qandaqdir bir qancha tipik personajga markazlashtirib qo'ymagan. Balki uni romandagi cho'ng kichik barliq elementga takshi singdiraligan. Şoňa biz romandaki kichik omillarni nazardan saqit qilgan holda avtorning ideyasi haqida lilla tushunchaga kela olmaymiz. Bundaq ahvol Tolstoy romanlarida toza voyaga yetgan bo'lib, rus prozasidagi obraz yaratish metodlarining Zordun Sabir akaning qalamiga bo'lgan ta'sirini yuqorqi taraflarda xeyli aniq ko'ra olamiz. Abdurrahim Ötkür akaning romanlarida uslub jihatdan sharqcha, jumladan O'rta Osiyocha puroq xeyli kuchli. Bu romanlarni o'qiganimizda V.G. Yanning Chingizxon nomli romanining ta'mini aslab qolamiz. Mamtimin Hoshur akaning Qum bosgan shahar romani tarixiy haqiqatlarni afsonalashtirib ko'rsatishda. Uyg'ur cho'chaklaridagi uslub bilan o'tirg'a chiqdi. Yozuvchi qandaq ifodalashda o'ziga xos yo'l tutadi. Ammo yuqorqi asarlarga Nurmuhammad To'xta akaning 6 kunlik podshoh bu Xinjiang madaniyati jurnali 2000-yil 1-sonda nomliq hikoyasini birlashtirib qarasak, ular belgilik ijodiylik va xoslikqa ega badiiy yo'l bilan mundaq bir sadoni anlatadi. Özünün g'oyasini aniq hal qila olmagan va bu g'oyani keng ommaviy asosga ega qilish bilan billa programlashtira olmagan inqilobning hammasi mag'lub bo'ladi. Toshqanni harbiga qatsa, harbini o'rmonga tortadi. Chashqanni harbiga qatsa, karavatning ostiga tortadi. Agar toshqan bilan chashqanni birla vaqtda harbiga qatsa, ahvol qandaq bo'ladi? Bununla bizda hozirgacha yozilgan tarixiy romanlar javob berdi. O'qirmanlarning samiga selib o'tishtirurki, turmush hodislaridagi haqiqatlar, jumladan adabiyotdagi bishoratlar sagak fikr egillariga ayon bo'ladi. Qadimki Yunon faylasufi Aflatun inson ruhini orzu, idrak va g'ururdan iborat 3 tarkibiy qismga bo'ladi. Arzu
bir odamni o'zida yo'q narsalarni izlatadi. İdrak bo'lsa, bu izlanishdan sharoitga munosib holdagi vosita ham usullarni kashf qiladi. İnsanda non bo'lmasa, non orzuga aylanadi. Erkinlik bo'lmasa, erkinlik orzuga aylanadi. Shuning uchun ba'zilar non ko'rishiga, ba'zilar huquq ko'rishiga o'zini atagan bo'ladi. Biri inqilobiy qo'shin ana shundoq har xil tipdagi orzu egalaridan tashkil topadi. İnson aql egisi bo'lganligi uchun u o'zining boshqalarning nazarida insonga xos sifatga ega bo'lishini o'ylaydi. O'zini boshqalar bilan o'xshash deb qarash ibtidoiy adolat tuyg'usini shakllantiradi. İnson o'zining tegishlik qadr-qimmatini his qila olmasa, uning ochchig'i keladi, nomus his qiladi. Agar inson o'zining qimmatini ko'ra olsa, boshqalarning hurmatiga erisha olsa, o'zidan mamnun bo'ladi, iftixorlanadi. Mana bu insondagi g'urur. Tarixni insondagi yuqorqi 3 omil yozadi. Lekin tarixni yetaklaydigan qism oliy mafkuraga aylangan g'ururdir. Mayani biraz qisqartib etay. Uyg'ur tarixiy romanlarini badiiy jihatdan pishib yetilish bosqichiga yetdi deb qarashga texib bo'ldir. Buningga ma'lum bir jarayon kerak. Buningda yozuvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashi ham muhim shartlarning biri. Hozirgi kayfiyatdan qaraganda kishilar tarixiy faktlarning pardozsiz holdagi obyektiv taraflariga ehtiyojliqdek turadi. Kishilar Abdurim O'tkir, Abduvali Ali akalarning tarixiy temadagi asarlarini, jumladan Zo'rdun Sabir akaning katta ijtihotining samarasi bo'lgan Ona yurt romanini estetik ehtiyoj uchun emas, balki o'zini ham o'zgini tarixiy haqiqat nuqtasidan tushunish ehtiyoji uchun zarur. Kishilar Abdurim O'tkir, Abduvali Ali akalarning tarixiy temadagi asarlarini, jumladan Zo'rdun Sabir akaning katta ijtihotining samarasi bo'lgan Ona yurt romanini estetik ehtiyoj uchun emas, balki o'zini ham o'zgini tarixiy haqiqat nuqtasidan tushunish ehtiyoji uchun zarur bildi. Mayalarni biraz qisqartib etay. Zo'rdun Sabir akaning Ona yurt trilogiyasi bizda yozilayotgan tarixiy romanlar ichida badiiy tusi nisbatan yuqori asar bo'lib qoldi. Abdur badiiy talab bilan tarixiy uchur sig'imchanligi o'ttirsidagi munosabatni qandoq bir taraf qilishda zo'r kuch sarf qilgan. Asardan qaraganda Abdur tarixiy uchurlarni to'plash uchun ajoyib ko'p emgak qilgan va uni o'qirmanlarga yetkazishga jiddiy ahamiyat bergan. Bu taraf bizdagi o'rganish va tadqiq qilishga e'tibor bermaydigan adablar uchun bir ulgu. Romanda personajlar shuncha ko'p, asosli personajlar xarakteri jihatdan o'z mustaqilligi bilan ko'zimizga tashlanadi. Uning ustiga bularning mutlaq ko'p sondikisi tarixiy shaxslar bo'lib, tarixiy shaxslarga obyektiv baho berish sharti bilan badiiy sifatda namoyon qilish yozuvchidan ham o'tkirlik, ham zilliqni talab qiladi. Diyorimiz uzoq muddatlik ozodlik kurashlari, sanoqsiz shahid qurbon, talay tarixiy ibratlar bilan to'lganki, bu zamindan kutgan kesaklardan, bu zaminning tog'laridan ilingan yozma toshlardan armonda ketgan million shahidning armonliq ko'zlari qarab turadi. Hayot haqiqatlari adabiy haqiqatlarni to'g'idi. Tarixiy temalarda asar yezish intilishlari bir jihatdan tarixning chaqiriqi, yana bir jihatdan biz yashayotgan reallikning
tafakkur ehtiyojı. Haqiqiy yozuvchi boshqalarning har xil g'arazdagi tanqidi va maqtishiga qarab turmaydi. U o'zi yo'ritib berishga tegishli haqiqatni topgan kundan boshlab, shu haqiqat ustida minnatsiz qalam ta'virtishning bir xil nijotliq yo'li ekanligini o'z-o'ziga ishonch bilan jakarlaydi. Yeziq shirasining oldida tun bo'yi chekkan iztiroblar, to'kkan yoshlar, ig'ir fikri mehnatlar hech kim sasmaydigan ajoyib baxtiyorlik tuyg'usini boshlab keladi. Yozuvchining mukofoti ana shu yerda. Zordun Sabir akaning bu asri uning badiiy izlanishlaridan ko'ra tarixiy haqiqat ustidagi izlanishlarini ko'proq oshkorlab berdi. U o'zi biladigan bir muqaddas so'zga umrining oxirgi mazgilidagi hamma narsasini beg'ishlagan edi. U o'zining obidasini bevosita o'zi tiklab bo'lib biz bilan xo'shlashdi. U mushu romanni yozish jarayonidagi sanoqsiz riyozatini billa elib ketdi. Ilmiy ishlarga yar yo'lak bo'lish emas, hatto hesdoshlikmi az uchraydigan sharoitda uning to'lagan badallarining biz faraz qilolmaydigan darajada ko'p bo'lishi muqarrar. Zordun Sabir aka qo'limizdagi asr sovg'isi bilan tiriklarga shuni uqtirdi. Bizda Uyg'ur prozachilig'i haqida nazariyaviy izlanish boshlanishi kerak. Oliy maktab va akademiyalarning adabiyotxonalari tadqiqotni unvon va ilmiy darajalarning vositasiga aylantirib olmasdan, masalalar ustida mas'uliyat bilan ta'xirsiz izlanadigan bo'lish lozim. Növbətdə tarixiy haqiqat to'g'risidagi badiiy inkaslar falsafaviy inkaslarga aylanish. Shu asosda mufassal tarix ideyasining shakllanishi intayin zarur. Chunki tarixiy bilimlar tarix ideyasiga aylanmaganda tarixning eziq turishi asonli yuz beradi. O'tmishdagi tarixiy fojialar yana takrorlanadi. 2001-yili 20-fevral Ürümçi. Ma'qul emsa, bugungi asar o'qishimiz mushakchi bo'lsin. Takrorlayman, bu yil dangliq yozuvchimiz, shoirimiz, vatanparvar o'g'lan Abduqodir Jaloliddinning 60 yoshga to'lgan xotira yili. Xiyolinglarda bo'lsinmi? Abduqodir Jaloliddinning tug'ilgan kuniga muborak bo'lsin, umri uzun bo'lsin, teni salomat bo'lsin, aman esan xalqimiz bilan ko'rishsin deb tilashni unutqanmanglar. Oxirida huzuringizga qisqa bir ismni sunaman. U bo'lsa-mu, bu qitim men Istanbulga borgan vaqtimda tartgan ko'rinishlar. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Tirek bostan, tirek bostan, tirek bostanğa men hayran. Senin könglüm aram tapdı, menin könglüm tixi veyran. Tirek bostan, tirek bostan, tirek bostanğa men hayran. Senin könglüm aram tapdı, menin könglüm tixi veyran. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan,
joyda bulg'in aman. Senin doppan nemen keysen, sana okşam deymen yarim. Düşmenim gibi bilen, seni taşlam deymen yarim. Senin doppan nemen keysen, sana okşam deymen yarim. Düşmenim gibi bilen, seni taşlam deymen yarim. Yayrimi gülecan, yayrimi gülecan, her joyda bulg'in aman. Yayrimi gülecan, yayrimi gülecan, her joyda bulg'in aman. Ak lale, kızıl lale, yarının beği güzare. Yar derdine men avare, yüreğim pare pare. Ak lale, kızıl lale, yarının beği güzare. Yar derdine ben avare, yüreğim pare pare. Yayrimi gülecan, yayrimi gülecan, her joyda bulg'in aman. Yayrimi gülecan, yayrimi gülecan, her joyda bulg'in aman. Her joyda bulg'in aman. Bu yerde her xil ranglik üzümlerni nait yaxshi yedik. Mana mavisi qizilkan. Mana shunchalik amdi ta'mtaydi ya. ya da iqbaken. Yakınım yok. Ana. Şunçilik tezi yakınımdır. Ama ağzınlar su kepitidigan boldu da ha. Mana. Oh la la, men bunda yoğandırıp ketdi. Endi. Xorazchilar atib, yana xorazdir.
Üstüm qayrı gün qayrılğanda sayramlı qandaq. Şıllamdı qandaq. Ama bu yılki Qurban Hayittim bək bəz ötdi ya. Bək mi xursandman.